Sizjon Qobuljon davomiylar keltiringlar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli otbozlar, polvonlar, butun O'rta Osiyo bo'ylab tashrif buyurgan muxlislar. Mana bugun 2026-yil 15-fevral, xudo xolasa mana O'rta Osiyoga mashhur bo'lgan mana shogirdimiz Abdullajon Alibekovning xonadoniga xush kelibsiz do'stlar. Mana Abdullajon Alibekov farzandlari Abdullohjonning sunnat va xatna to'ylari munosabati bilan mana Nakrit qishlog'ida Avsatlar ota to'yxonasida dasturxon yozib, elga osh berib, hammamiz mana shu Jizzax viloyatiga yarasha Nakrit maydoni, Nakrit beklar maydoniga jam-jam ayladik. Aziz bozaklar, polvonlar, xush kelibsizlar deb qolamiz bugungi mana shu ko'pkari to'yimizga. Barchangizga omad, sog'lik, salomatlik. Mana shu Abdullohjon nabiramiz xudo xolasa bir el suygan, el ortoqlaydigan ulug' inson bo'lishini yaratgan egamdan so'rab qolamiz. Abdullajon shogirdimizning ishlariga rivojlanib qolamiz. Har doim boshlari to'ydan chiqmasin. Mana bugun Abdullajon shogirdimizni ehsonlari bor, ijtimoiy mana shu ko'makka muhtoj oila farzandlariga mana bittadan ena bola sigir solimlar ajratgan o'sha nomlari yuqorida o'qib eshitiraman. O'sha insonlar kelib mana solimlarni ena bola sigirlarni olib ketishlaringiz mumkin. Mana shu Forish Yarasha qishlog'idan Sadullayev Nuriddinjon Muhiddin o'g'liga bitta ena bola sigir ajratilgan. To'rabekov Safar Sin o'g'liga ham bitta ena bola sigir. Ismoilova Mohidil Sattar qiziga ham mana bitta ena bola sigir. Marqayev Farhodjon Nakrit qishlog'idan bu yigitchaga ham ena bola sigir sovrinlar ajratildi. Ilohim duo qo'yasizlar, kelingizlar mana shu to'yxona oldida solimlaringizni olingizlar. Bittadan ena bola sigir ajratildi. Endi kelsin hammalasi mana shu yuqorida nomlari zikr etilgan insonlar Sadullayev Nuriddinjon Muhiddin o'g'li kelsin bu yoqqa. Yarasha qishlog'i To'rabekov Zafar Sin o'g'li Ismoilova Mohidil Sattar qizi Yarasha qishlog'idan, Marqayev Farhod Nakrit qishlog'idan mana 4 ta ena bola sigir ijtimoiy ko'makka muhtoj oila farzandlariga mana Abdullajon Alibekov shogirdimiz bittadan ena bola sigir ajratdi. Qancha olqishlab qo'yamiz Abdullajonga. Rahmat, ilohim topganlaring ya baraka bersin. Mana necha yillardan beri xudo xolasa Abdullajon mana shogirdimiz bu yil mana elga 3-marotaba elda chaqirib elga bir katta to'y beryapti. Ilohim ishlariga rivojlantirib qolamiz. Keldimi? Sadullayev Nuriddin mana sigirlaringizni olingizlar. Duo qo'yasizlar xudo xolasa. Keyingisi To'rabekov mana Safarjon Sin o'g'liga keldimi ikkinchisi ham. Mana keldi, duo qo'yasizlar, oling sigirni. Ismoilova Mohidil Sattar qiziga keldimi? Marqayev Farhodjon Nakritdan kelsinmi? Keldimi? Ilohim duo qo'yasizlar mana shu Abdullajon ukamizga. Endi mana hozir to'ydan yana sovrinlarimiz bor, solimlar ajratilgan. Abdullajonning ustozlari mana Jizzax viloyati Zomin Oqtosh maydoni bosh yerdagisi Dilmurod polvon Zoirovga to'yxonadan Abdullajon shogirdlaridan bitta nor tiya solim ajratildi. Qarsak olqishlar. Ikkinchisi Sadulloh Eshonboyimizga ham bitta nor tiya solim ajratildi. Solimlarni berasizlar. Toshkent Oxunboboyev mashhur otboz akamiz mana Dubay ot egalari Ibodulla akamizga ham bir tiya, bir toy solim ajratildi. Toshkent Oxunboboyev mashhur otboz akamiz Dubay otlar egasi Ibodulla akamizga bir tiya, bir toy solim ajratildi. Solimlaringizni berib olingizlar. Mana shu to'yga Ibodulla akamizni juda katta xizmatlari singan inson, rahmat ilohim
yaxshi kunlaringizda qaytarsin Abdullajon. Endi mana hozir yana savollarimiz bor. Mashhur polvonimiz Halloral Karis Xudo Shertoy polvonga ham bitta to'y salom etildi. Mana shu to'yga o'z hissalarini qo'shgan mashhur polvonimiz Halloral Karis Xudo Shertoy polvonga ham bitta to'y salom etildi. Endi hozir mana Ibodulla akamizni sayslari, otbozlari kelib tuya bilan to'y salom izoh eting. Endi aziz do'stlar, mana Abdullajonning eng chiroyli sovrinlari, voucherlarini tarqatamiz. Sayfullohxon Eshonboyimizga Umra safariga yo'llanma. Sayfullohxon Eshonboyimizga mana Abdullajonning sayslari, otboqori, mana Ravshan Bankerga ham, Ravshan akamizga ham voucher umra safariga omadlarini bersin. Ana shu Abdullajonni Abdulla bo'lishiga eng katta hissalarni qo'shgan Zomin Dashtobod yeri farzandi mana shu apparatlar bilan Abdulajonni dunyoga taratgan Ibodulla akamizga ham bitta qarsaklar qara voucher. Ibodulla akamizga umra safariga voucher. Ana ikkita keyin Abdullajonda ikkita Ozodbek ukalariga birgalikda mana Abdullajonni Instagram, YouTube tarmoqlariga joylab butun dunyoga tanitib borayotgan ikkita Ozodbek ukalariga omadlarini bersin umra safariga voucher. Ozodbek kelinglar. Ozodbek kelinglar. Iskanov Ozodbek kelinglar. Mana Abdullajonning ikkita umra safariga voucher